Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hammaga xayrli kun. Ramazonning yana bir ulug' kuni barchamizga muborak bo'lsin. Azizlar, ayni damda men o'sha video qo'ygan edim, kechasida video qo'yganligim uchun istisno tariqasida yana bir bor keldim. Yorug'likda xonadonini, uylarini ko'rsatay. Bahrom akani xudo xolisa Toshkentdan Andijonga qaytarib olib keldik. Ahvollari yaxshi emas. Xudo xolisa sizlardan umid qilib, sizlarni yordamingizlarga muhtoj bo'lib kutib o'tiribmiz. Imkon qadar shu videoda ko'rsatilgan karta raqamlariga tashlab berishinglarni, imkon qadar kimdir 1000 so'm, kimdir 100 ming so'm, kimdir qurbi yetganicha, Alloh qodir qilganicha tashlab berishinglarni kutyapmiz. Onasini ahvolini o'zingizlar ko'rdinglar, yana bir bor yana qo'yaman videoni so'ngida. Bahrom akaning niyatlari yaxshi edi, xudo xolisa bundan keyin ham yaxshi bo'lsin. Mana shu niyat qilib, chiroyli qilib uylarni solishga harakat qilgan, uylari bitsin. Xudo xolisa mana shu xonadonlarda to'y qilib, sizni, bizni, barchamizni chaqirsin degan niyatda yana bir bor yetib keldim bu yerga. Men mahallani u boshda bo'lsam, bular bu boshda turadi, shuning uchun videoni qayta qilishga erinmayapman. Men bitta narsa Darmonlarim qimmat ekan. Shunaqa iloji bo'lsa yordam qilsanglar. Ahvol chatoq. Kundan kunga chatoq bo'lib boryapti.